Münazirleşkenlikçiyenin devamı. Nait ayniqçe, Jungo-Amerika münasibetinin muhimligi Amerika-Rossiya münasibetidan yuqori turdi. Lekin Amerika matbuotlari yana sovuq munosabatlar urushining ko'langisi ostida Rossiyani faraz qilgan dushman deb tasvirlaydi. Lekin Jungo amaliy bir masala edi. Jungoga kelsak, Amerikaning maydonida o'zgarish bo'lishi mumkinmi? Qizg'a nima ham mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Jungodan talab qilindigini bor. Chunki Jungoni o'tmishga solishtirganda mohiyatlik o'zgarish yuz berdi. O'tmishda Jungo Amerikaning yordam va qo'llashiga tayinib, xalqaro jamiyat kirib iqtisodda taraqqiy qildirish ehtiyojli edi. Şuna Beijing uzundan beri Amerika'nı kaymoqtirib, köp menfaatga erişdi. Amerika bolsa Jungoni az kaymoqtirib qaramoqqa, Amerika'nın menfaatiga foydali moddalarni ko'tarib chiqib, Amerikada siyosiy yo'llarning talabini qondirdi. Bunda hamkorlik ostida Jungo borgan sari kuchaydi. Savdo tijorat kuchi va Osiyodagi o'rni nurg'un davlatlarga mablag' solish va siyosiy ta'sir ko'rsatishlarda Amerikaga yetishib oldi. Sobiq prezident Obama davrida dastlabda Jungo Amerika yangi tiplik cho'ng davlatlar munosabat turg'izgan. Buning ma'nosi Amerika bilan tang o'ltirib, tang qo'pish va zamonni tang ayirish. Ko'rdingizmi? Jungoning mavzusi shuki, zamonni tang ayirish. Prezident Trump davriga kelganda davlat ishlar kotibi Tillerson Beijingni ziyorat qildi. Jungo yanada Reis Xi Jinping o'tirib qo'ygan yangi cho'ng davlatlar munosabat o'rnatishning qasdida edi. Amaliyotda Jungo Amerika o'rtasida birinchi bo'lib duch keladigan masala Chavshan masalasi. O'tmishda har ikki taraf bir-birini qaymoqtirdi. Amerika ovorchilikdan qo'rqdi. Jungo Chavshan gumron bo'lsa, o'ziga ta'sir yetadiganligidan ansirdi. Jungo bundaq ansirdi, Amerika qo'shma shtatlari ovorchilikdan qo'rqdi. Bugun Chavshan Sharq Shimol Osiyoning bexatarlik tahdid elib keldi. Hatto Amerikaning bexatarligiga tahdid elib keldi. Haqiqatan Chavshan masalasini hal qilishga to'g'ri kelsa, Amerikaning Jungoning hamkorligini qo'lga keltirishi intayin ahamiyatli ishdir. Texnik qattiq harbiy harakat qo'llanish mumkinmi yo'q Chavshanga? Bu ish balki prezident Trump bilan Reis Xi Jinping uchrashgandan keyin belgilanishi mumkin. XP mundaq ko'rsatdi, ikki davlat o'rtasida yangi cho'ng davlatlar munosabatining turg'izilishi muqim bo'ladigan ish. Lekin buning mazmunini ikki taraf o'xshash tushunmaydi. Prezident Trump amaliy masalani hal qilish kerak. Reis Xi Jinping Amerikani ahmoq qilishni davomlashtirish kerak. To'qinish bilan elishish o'tmishdagi hargiz o'xshamaydi navbatda deydi Xipin. Jumladan Chavshan masalasi, Jungoning dunyo savdo tashkilotiga bergan va'dasi va amal qilish, Jungoning pul muomala sistemasiga Amerikaning kirishi, matbuot sohasiga Amerikaning yetib kelishi mumkinligi. Jungoning pul muomala sohasiga Amerika Qo'shma Shtatlarining pul muomala sohasidan kirishi. Shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Jungoning matbuot sohasiga yetib kelishi, ya'ni kirishi. Diqqat vatandosh. Mumkinligi. Yana boshqa Tayvan masalasiga bir Jungo masalasi. Amaliy mazmunni o'z ichiga olgan Amerikaning Tayvanni qo'g'dash mas'uliyati va majburiyati. Amerika o'zining manfaati uchun Tayvanni voz kechdi. Tayvanni setiviti deb qaramayman. Uningdan boshqa Janubiy dengiz masalasi bor. Hozir Amerikaning Carl Vinson belgilik avtomatkisi u yerda chorlab yuribdi. Lekin Jungo bo'lsa u yerda o'zining qurilishini qilyotdi. Prezident Trump va vazifaga o'tirgandan keyin Amerika Jungo munosabatining negizlik asoslarini to'g'ri o'tirib qo'ydi. Demak, mush ishqayishida Prezident Trump vazifaga o'tirib bir jumladan ikki jumladan so'zlagan bo'lsa-mu, lekin bu so'zlarning hammasi Amerika Jungo munosabatining negizlik asoslari edi, deydi Xipin apandi.